2025 yangi ov mavsumi uchun mana yangi qarmoqni otdi. O'shani sinovdan o'tkazib, xil qarmoqlarni sinovdan o'tkazib, tekshirib, qanaqasi ma'qul, qaysi biri yaxshi ishlaydi. Bu yoqdan qulayini tanlab olish jarayoni. Ko'ringlar o'zinglar. Nima deysiz Ulug'bek aka? Qaysi biri endi sizga ma'qul kelyapti? Birinchi ko'rganingizmi, tekshirganingiz yoki ikkinchisimi? Birinchi tekshirganimizda hozir aynan pamplotga mo'ljallangan uchiga, lekin yig'ilganda sal uzunroq bo'lar ekan. Hop, bitta endi savolda sizga nimalarga ahamiyat bersin agar pamplotni yo'nalishda qiziqmoqchi bo'lgan do'stlarimizga? Pamplotni qalmoqni olaman deydiganlar o'zi bu yo'nalishda bo'lganlar o'zi ancha professional odamlar bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Chunki sportivniy yo'nalish. Ofarin. Otib qo'yib, kalla ko'lchik taqib qo'yib o'tirmaysiz, bunda ishlaysiz. Bu yo'nalishni o'zi bilishadi. Shuning uchun hozir bu yo'nalish bo'yicha men o'zim ilm olayotganim uchun unaqa ichkariga kirib ketmaymiz-da. Chunki o'zim bu yo'nalishda ilm olyapman hozir. Aynan men hozir buni yengilligiga e'tibor beryapman. Yengil. Eng tugash joyidan ushlagan holatda tekshiryapman hozir. O'zi cho'pimizni o'zini ushlab tura oladimi, yo'qmi, shuni tekshiryapman. Bitta cho'pimizni ham olib qo'yamiz mana. Mana shunday qilganning o'zida o'sha o'zini tanasini boshqarish kerak-da cho'pan. Hop. Mana hozir bu juda ham a'lo darajada. O'rtadagi kalinkalarda hech qanaqa vibratsiya yo'q. Buni endi biladiganlar bor, bilmaydiganlar bor. Mana shunday qilganingiz o'zida o'rtadagi bu endi teleskopiskiy bo'lganini hisobiga ichidagi kalinkalarda qanaqadir luft bo'lib qoladi-da. Qimillatganingizda shu luft seziladi. Sizga qanaqadir неприятный bir holatni beradi. Mana bunda hozir unaqa narsa yo'q. Egiluvchanligi, sezuvchanligi juda ham o'sha bilmayapti nimaligi. Shuning uchun mashinaga ozgina ko'nglim chopyapti shunga. Mana bemalol ishlayapti qalbi. Bemalol ishlayapti. Shu mashina olaman u menimcha. Ular shu har bitta bo'g'imida o'ziga yarasha qanaqadir bo'g'imlarda hozir luft yo'q, sezmadim. Luft sezmadim. Shunisiga ahamiyat berasiz demoqchiman. Keramический ekan va uchidagi eng oxirgi qismi egiluvchanligi juda ham yaxshi ekan. Juda ham yaxshi egiluvchanligi juda ham yaxshi. Bunga endi kattaroq baliq tushib qolsa ham, bunga bilasizlar endi ingichka leskalardan, povodoklardan foydalaniladi. Uni endi agar egiluvchanligi yaxshi bo'lmasa, uzib ketishi aniq. Shuning uchun egiluvchanligi ham zo'r ekan. Menimcha shu qalmoqni olaman, xudo xolasa. Narxiga agar qiziqayotgan bo'lsak, 250 ming so'm kesinglar, xudo xolasa yana o'tib berishadi bu do'konning egalari. Yig'ilganda qancha taxminan? Yig'ilganda taxminan menimcha 60-70 sm bor. Shunaqa bo'lyapti menimcha. Mana yig'ilganda shunday holatda.